Rahmat. Hakikaten juda yaxshi ish bo'lgan. Ya'ni o'sha yerda sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanishga nechta omil bo'lsa hammasini kiritishga harakat qilaman. Kirish so'zida dolzarbligi aytildi, 403 ming gektar butun dunyo bo'yicha sun'iy yer maydoni bor. 2005-yilga nisbatan 30% o'sgan. Suriya, O'zbekistonda nazorat kamaygan. O'sha o'sgan davlatlarda nimani hisobidan sun'iy yer maydoni o'sganiga shuni tahlili bormi yoki o'zingiz o'rganganmisiz? Sababi bu juda qiziq. Chunki hamma joyda aholi soni o'sib boryapti. Suriya xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'sha ijtimoiy demografiya nuqtai nazaridan sun'iy yer maydoni kamayib boraveradi. Ular nima hisobidan shunaqa yuqori marraga erishgan va qaysi davlatlarda? Prosta umumiy tahlil bor bo'lsa, sababi juda qiziq mavzu bo'ldi. 30% oshgan. Keyingisi ma'lumot ko'rsatildi. 44 million 892 ming. Bu men bilishim bo'yicha 44 million 410 ming edi. Bu yo 33-chi satr bo'yicha olinganmi, yer balansida yoki boshqachami? Xullas, Rahmat ustoz savolingiz uchun. To'g'ri masalani aytdingiz. So'zimda ham aytib o'tdik, biz xorijiy tajribalar AQSh, Xitoy, Isroil, Kanada davlatlarining tajribasini o'rgandik. Endi bulardan asosiy o'sishini sababi yil sayin qurg'oqchilik bo'lgan sari ular suv tejash texnologiyalarini qo'llayapti-da. Shu nuqtai nazardan shu narsani saqlab qolyapti, qolaversa kengayishga erishiladi. Mana bizning respublikamizda ham shu muhtaram prezidentimiz tomonidan suv tejash texnologiyalarini qo'llash, suv tejash texnologiyalarini olib kirish bo'yicha keng imkoniyatlar berilyapti. Demak, bizda ham mana shu narsalarni qo'llasak, xudo xohlasa bizda ham shunday natijalarga erishamiz. 90-yilga nisbatan kamaygan ekan. Mana shu loyiha doirasida amalga oshirilgan innovatsion loyiha sanaladi. Shu loyiha rahbari o'zim ishtirok etganman bunda. Buni asosiy masalasi mana yillar davomida ma'lumotlar kirib xo'jaligini oladigan bo'lsak, o'sha Oqqo'rg'on yoki Bo'ka tumanidagi bitta fermerda oladigan bo'lsak, bu fermer xo'jaligi mana 2023-yilda 4 ta kontri bo'ladigan bo'lsa, nima ekinlar ekdi? 2024-yilda o'sha 4 ta kontrga qanday ekinlar ekdi? 25-yilda qanday ekinlar ekdi? O'shandan kelib chiqib, o'sha bitta 4 ta kontrga qaysi ekinni ekkanda, misol uchun yerda tuproqda unumdorligi bo'yicha ma'lumot bor, suv bilan ta'minlanganligi, iqlim bo'yicha ma'lumotlar bor. Shu ekilgan ekinlardan kelib chiqib, aynan qaysi ekindan yuqori hosil olish mumkinligi bo'yicha ham bu shu sun'iy intellektga bog'langan holda mana bu ekinni eksang yaxshiroq daromad olasan, yaxshi hosildorlik olasan deydigan bu tavsiya berish xususiyati ham ega bunda. Ya'ni sun'iy intellekt o'zi arxiv ma'lumotlari asosida bergan bashoratlash modeli, ya'ni o'sha hamma faktorlar asosida o'zi tavsiya beradi. Juda zo'r dastur. Bashoratlash modelini bitta tuman misolida ko'rsatdingiz. Sabzavot, poliz, to'qsonbosti ekinlar. Demak, o'sha Land Vision'ni asosida bashoratlash modeli bo'lyapti-da. O'sha Land Vision asosida biz 2020 qishloq xo'jaligi vazirligidan o'sha tumandagi xo'jaliklarni 2023, 2024, 2025-yilda qanday ekinlar ekilganligi to'g'risida ma'lumotlarni olib kiritdik. 2025-yilda aynan o'zimiz joyiga chiqib, ko'rib, monitoring natijasida olingan ma'lumotlarni kiritib, o'sha tahlillar asosida keyin beriladi. Bu Land Vision'da necha yillik? Hozir 23-yildan buyog'iga kirdi. 23, demak 3 yillik ma'lumotlar asosida o'sha bashoratlash modeli berilyapti. O'sha tadqiqotimiz jarayonida ham shu 2023-2025-yil jarayonida tadqiqot olib borganman, o'sha ma'lumotlarni kiritganman. Bu endi hozir 3 yillik beryapmiz, lekin bu bundan buyog'iga ham davom etadi, to'xtamaydi. O'sha qancha ko'p ma'lumot kiritsa, shunchalik aniqlik darajasi yuqori. Rahmat. Marhamat. Marhamat. Juda yaxshi. Hurmatli mashg'ulotlar hamma o'zlarini tanishtirib nima qilsa yaxshi bo'lardi. Raqam shunaqa talab bo'ldi. Qishloq xo'jalik fanlari doktori Bobojonov Qalbaberganov bo'lish. Marhamat. Juda mazmunli mavzuni eshitdik. Albatta endi shuning uchun bir ikkita aniqlashtiruvchi bitta savollar paydo bo'lib qoldi. Mana bu
hafta referatının 15. betide individen var bunlar. İkinci resim. Bu resimde sugarilabilen yerlerin bakalaş mekanizmi yazılgan. Lekin resimni nomi sug'oriladigan yerlarni baholashni axborot tizimi asosida o'tkazish sxemasi degan. Qaysi birisi nima bu? Shunga aniqlik kiritaylik. Bu Rahmat, o'tkazishning bir texnologik sxemasidir balki. rahmat ustoz savolingiz uchun. Birinchi. Aynan bu rasmda o'sha sug'oriladigan yerlarni baholash mexanizmini keltirganmiz. Endi bu sxematik ko'rinishda bo'lgani uchun tagiga nomlaganda shu sxemasi degan Ha, shu so'zni deb yozib yozilgan. Ha. Rahmat. İkinci bana şu cedvelini koy. Bu senesinin arka faslı gündemine inovasyon yetişmiş loyihaları arkalı değil yani. İnovasyon yetişmiş loyihalarını enevi yetişmiş loyihalardan demez bilen fark var. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Ha. Bugungi kunda mana innovatsion yer tutish loyihalari mana hozir Land Vision dasturi misolida ko'rishingiz mumkin. Mana shu dasturdagi ma'lumotlar, dasturdagi imkoniyatlari, dastur tomonidan faqat o'sha qishloq xo'jaligi xodimlari uchun, balki yerdan foydalanuvchilar uchun ham beradigan imkoniyatlarini shu zamonaviy texnologiya deb tushunishimiz mumkin. Ha, şunu dedim aklına gene. Ha. Rahmet. Benim bana şöyle yine şurada hoca loyihalar arkalı bana şimdi bunun için kuyudagi uslubiy yondashuvlarda taklif etilgan. Birinchi endi tushunarli mana yerlarni samaradorlik va xatarlik darajasi bo'yicha reytinglashtirish. Bu tushunarli reyting. İkinci mana melioratsiya holati asosida yerlardagi foydalanishni diversifikatsiya qilish. Shuni ozgina bir tushuntirib oling. Oddiy nimada. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Yerlar melioratsiya holati asosida yerlarni foydalanishni diversifikatsiya qilish, ya'ni bu boya o'sha ikkita Karmana tumani misolida ham keltirib o'tdik. Ikkita yerdan foydalanuvchi bo'yicha, ya'ni o'sha yerlarda meliorativ holati yomonlashganligi uchun bo'z yerlarga o'tib ketgan yoki foydalanishdan chiqib ketgan. Biz aynan mana shularni diversifikatsiya qilish natijasida o'sha оборотga kiritish, o'zlashtirish masalalarini nazarda tutganmiz. Mayli. To'g'ri oxirgi mana bu yerda obyekt to'g'risida mana bu yerda nima uchun aynan Toshkent viloyati bilan Navoiy viloyatining sug'oriladigan yerlari, qishloq xo'jalik yerlari tanlangan. Boshqalar bormi? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bu Toshkent viloyatini biz tanlaganimizning sababi boya o'sha innovatsion rivojlanish agentligi bilan biz innovatsion loyihamiz asosida shu tadqiqot ishi loyiha natijasida tadqiqot ishi bajarilgan. Shuningdek, Navoiy viloyatining Karmana tumanini tanlaganimiz bu mana 2022-yildagi PhD dissertatsiya bo'yicha tadqiqot obyektim Navoiy viloyati bo'lgan. Yana Shuni davomi davom sifatida davom ettirgan. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Savollar. Kimda qanaqa savollar bor? Zoomda ishtirok, marhamat. Taqdimot qildik. Shunda bu manda qiziqqan savolim bor. Otajonlarning savollaridan biri. Ikkinchi rasmda yetkazib sug'oriladigan yerlarni baholashning axborot tizimi asosida o'tkazish sxemasi deyilgan. Mana shu yerda qilingan barcha bosqichlarda amalga oshirilgan ishlarning hammasi axborot tizimlari asosida bajarilgan va agar axborot tizimida bajarilgan so'nggi bosqichda amalga oshirilgan modellashtirish tahlili ham aynan modellashtirish yo boshqa dasturiy ta'minot bo'yicha amalga oshirilgan. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Biz mana shu buni axborot tizimi asosida baholash deganimiz mana shu Vision dasturiy ta'minotini yaratish jarayonida ham ma'lumotlar bazasini to'ldirish jarayonida ham bevosita mana shu sug'oriladigan yerlarni baholash mexanizmidan foydalangan. Mana shu baholash mexanizmida ko'rsatilgan ko'rsatkichlar natijasida mana shularni hisobga olib ma'lumotlar bazasini shakllantirganmiz va axborot bazasidan foydalangan. Da. Keyin shu modellashtirish necha yilga siz bashorat bergandingiz? Hozir biz 2023-2025 yil ma'lumotlarini kiritganmiz. O'sha yerdan foydalanuvchilar qishloq xo'jaligi yerlariga ekilgan ekinlar bo'yicha ma'lumotlar kiritgan. Bu necha yilga beradi? Bashoratlash misol uchun bu hozir mana 2026 yil ekinlar mana bahor mavsumi keldi. Ekinlarni joylashtirish.
Bu hozir biz 3 yillik ma'lumotdan foydalanib, shunga asoslanib joylashtirsak bo'ladi. Yana yil sayin ma'lumotga kiritgan sari aniqlikni yuqorilashib boraveradi. Umuman, masalan, mana shu birlashtirish yo'nalishidan foydalanganman. Nima deb o'ylaysiz, aynan shu yuritish sohasidagi so'raladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etishda qanaqa afzalliklari bor? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Albatta buni men o'ylayman yuqori samaradorlikka erishiladi. Sababi birinchidan bu dasturimiz yaratildi, bo'ldi, to'xtab qolmaydi emasda. Shuning uchun biz harakat qildikki, bugungi kunda aktualniy bo'lib turgan, ishlab turgan dasturiy ta'minotlar bilan integratsiya qildikki, bu dastur to'xtab qolmasligi uchun. O'sha bevosita yer elektron dasturi, me'yoriy baholash dasturi ma'lumotlardan foydalanib, buni ham shakllantirib boraveramiz. Buni muhimligi o'sha nafaqat shu misol uchun qishloq xo'jaligi bo'limlari bor, o'zda loyiha institutini viloyat filiallari bor. Nafaqat ular, balki yerdan foydalanuvchilar, klasterlar, fermer xo'jaliklari ham bevosita mana shu dasturga kirib, dasturdan foydalanib, birinchidan o'zini yeri to'g'risidagi ma'lumotni olishi mumkin, o'zini shu to'laydigan me'yoriy baho to'g'risidagi ma'lumotlarni olishi mumkin. Qolaversa, nima ekinlar ekkan, qaysi ekinni ekkanda yuqori hosildorlik, o'zi misol uchun yil sayin ekib ketaveradi, lekin e'tibor qilmasligi mumkin-da bu narsaga. Bu dasturiy ta'minotimizda aniq hisob-kitoblar bilan kelib chiqib, o'sha qaysi konturga qaysi ekinni eksak yuqori hosildorlik olganligi bu saqlanib boradi. Bemalol o'shani ko'rib, shunga qarab o'zini kelgusidagi rejalarini ham qilishi mumkin, imkoniyatini beradi. Marhamat. Demak, har bitta tadqiqot ishida texnologiya qo'llaganimizda o'ziga yarasha mana aytib o'tgancha afzalliklari mavjud. Va nima bo'lish kamchiliklari ham bormi shu modellashtirish dasturlardan foydalanishda? Rahmat savolingiz uchun. Albatta endi bir dasturiy ta'minot yoki bir ish olib chiqilganda bu mukammal bo'lmaydi. Chunki zamon rivojlanib boraveradi, texnika rivojlanib boraveradi, o'zgarib boraveradi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bu doimiy harakatdagi dastur. Buni bo'ldi deb to'xtatib qo'ymaymiz. Buni bemalol nima o'zgarish bo'lsa, nima qo'shimchalar qilish kerak yoki ya'ni boshqa dasturiy ta'minotlar bilan integratsiya qilish kerak bo'lsa, u qismlarni ham inobatga olganmiz. Bunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Har holda bartaraf etsa bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Yana kimda qanaqa savollar? Zo'rda ishtirok etganlar. Bormi savollar? Hurmatli kengash a'zolari. Bormi savollar? Endi bir teknik savol bor. Balkim deb o'tgandir. To'g'ri, undan istiqbollangan yerdan samarali foydalanish bo'yicha juda ko'plab tadqiqotlar olib boryapti. Gaz texnologiyasi, modernizatsiya va hokazo. Hozir ko'p texnologiya. Sizni mana mavzuyingizda qo'yinglar. Demak, mavjud uslubiyatni takomillashtirish. Qisqa qilib aytingchi, qanday uslubiyatni qanchalik siz takomillashtira oldingiz? Rahmat savolingiz uchun. Qisqagina qilib aytadigan bo'lsak, mana bugungi kunda shu qishloq xo'jaligida ko'plab yerlar zaxirada turibdi. Ko'p yerdan foydalanuvchilar yerni olyapti-da tashlab ketyapti. Buni sababi bunga ilmiy yondashilmayapti. Misol uchun o'sha yerni olganda buni unumdorligi qanday, suv bilan ta'minlanganligi darajasi qanday, qaysi ekinni eksak o'sha iqlimiga to'g'ri keladi yoki misol uchun suv tanqis bo'ladigan bo'lsa, suvga chidamli yoki suvsizlikka chidamli bo'ladigan ekinlar ekish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarga ilmiy yondashish imkoniyatini beryapmiz biz. Shu yerdan foydalanuvchilar mana shu dastur orqali shu bevosita shu yerda nafaqat yerdan foydalanuvchilar, balki zaxirada turgan yerlar to'g'risida ham bemalol ma'lumot olish mumkin. Qolaversa mana xorijiy investorlar bo'ladimi, ular ham kirib qayerda bo'sh yerlar turibdi, qayerda zaxirada yerlar turibdi, uni holati qanday ekin eksak bo'ladi, qanday foydalansak bo'ladi, Dastur orqali takomillashtirish. to'g'risida ma'lumotlarni olish mumkin. Ikkinchi savolim shundan iboratki, mana bu aytib o'tdingiz, yerlardan foydalanishga ta'sir etuvchi omillar juda ko'pini sanab o'tdingiz. Mana shu O'zbekiston sharoitida yoki o'zingiz obyekt olgan ikkita viloyat misolida aytadigan bo'lsak, oxirgi yillarda birlamchi ta'sir etuvchi omillar yoki bo'lmasa o'sib borayotgan dinamika bo'yicha qaysi ta'sir omilini sanab o'tadi? Rahmat savolingiz uchun. Albatta eng birinchi bu ta'sir etuvchi omillarda o'sha iqlim omillarini inobatga olishimiz mumkin. Sababi hammamizga ma'lum, yil sayin iqlim qurg'oqchilik kelyapti, suv tanqisligi juda yuqori bo'ladi. Ikkinchisi mana Navoiy viloyati Karmana tumani bo'yicha oladigan bo'lsak, bunda ham o'sha
yerlarni sho'rlanishi, yer osti gips qatlamlarini mavjudligi shu yuqori omil sanaladi. Rahmat. Va uchinchi savolim domlani savollaridan kelib chiqib bermoqchiman. Nima uchun Navoiy, nima uchun Toshkent viloyati degan o'zi umuman respublikada mana shu yerlardan samarasiz foydalanayotgan reytingi deymizmi yoki dinamikasi qaysi viloyatlar sanaladi? Nima uchun siz aynan bu viloyatlarda emas, balkim Navoiydir, balkim Toshkent viloyatidir yoki boshqa viloyatlar. Nima uchun aynan ikkita viloyatni tanlab oldingiz degan savoldan kelib chiqmayapman. O'zi reytingi yoki dinamikasi yuritiladimi? Samarasiz foydalangan umuman viloyatlar qaysi viloyatlar? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Endi ma'lumotlari bor. Endi buni reyting deb aytish mumkinmi yo'q bilmadim. Endi o'sha qaysi viloyatda qancha maydon zaxirada turibdi, qancha maydonda o'sha bugungi kunda samarasiz foydalanyapti yoki bo'z yer holatiga kelgan yoki meliorativ holatiga kelganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Biz endi aynan Navoiy viloyatini, Karmana tumani, Toshkent viloyatini olganimizni sababi va aytib o'tganimizdek o'sha PhD himoyasini dissertatsiyasini davomi sifatida Navoiy viloyatini olganmiz. O'sha innovatsion loyiha sifatida buni ham o'sha 2023 yil doktoraga hujjat topshirib kirgan bo'lsam, o'shanda biz loyiha ishlab chiqqanmiz. Bu loyihamiz 2025-yilga kelib o'tdi. O'shaning uchun buni bu loyiha jarayonida ham amalga oshirilgan ishlarimizda o'sha Toshkent viloyatini misolda ma'lumotlarni bilan shug'ullanamiz. Rahmat. Marhamat, savollar bormi yo'q? Kengash a'zolari. Yetarli. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Rahmat. Demak, siz endi menimcha yozma tarzda taqdim bergan bo'lsalar kerak, lekin tasdiqlovchi fikrlari bo'lishi mumkin. Texnika fanlari doktori, professor Kiray Robotin Anor bo'lishi kerak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Avvalambor men minnatdorchilik bildiraman, chunki mana shunchalik Ramazon kunlari ro'za bo'lishiga qaramasdan hammalaringiz vaqt topib mana shu yerga kelib, men shogirdim Inom Bekzodni ilmiy ishini ko'rib chiqyapsizlar. Endi Bekzod to'g'risida aytishim mumkin. Bekzod bu haqiqatan ham doktor sayensga bu yetarli darajaga kelib qoldi. Chunki bu yosh jihatdan ham qarasak 40 yoshdan oshdi. Ilmiy ishini ham mana o'zimiz eshitdik, hamma savollarga aql bilan bir oxirigacha bir tahlil bilan javob beryapti. Men o'ylaymanki, agar qo'llab-quvvatlasanglar, hurmatli ustozlar, mana shu bir yaxshi yer tuzish sohasida bir yaxshi olim yetishib chiqishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bu Inom Bekzodni qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilaman. Hammalaringizga katta rahmat deyman. Yozib bergan taklifimni qolaman. Rahmat. Rahmat katta. Hurmatli kengash a'zolari, demak, navbatdagi bo'lsangiz, dissertatsiya bajarilgan tashkilot, ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilotlar taqdirida, dissertatsiya va avtoritetga kelib tushgan, demak, takliflar, o'qib eshitilish uchun so'z, demak, Qurbonov Ahmad Alovxonovga beradi. Navbatdagi ilmiy kengashning 2026 yil 7-fevraldagi 16-fevraldagi birinchi sonli majlis qaroriga ko'ra tadqiqotchi Unam Bekzod Nizomovичning dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot sifatida Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tayinlangan. Dissertatsiya ishi yetakchi tashkilot O'zbekiston Milliy universiteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasining 11-martdagi 9-sonli kengaytirilgan majlisda kelib chiqilib, ushbu yig'ilish qaroriga ko'ra, demak, fan doktorlik dissertatsiya ishi asosan himoyaga tavsiya etilgan. Majlis bayoni, demak, O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va munosabat bo'yicha prorektori Y.S. Ergashevning imzosi va tashkilotning belgilangan muhimlari tasdiqlangan. Endi yetakchi tashkilotda ish ko'rib chiqilganda taqdirchi sifatida geodeziya, kartografiya, kadastr kafedrasi professori, geografiya fanlari doktori Erkin Rahimjonov Rahimov tomonidan ijodiy taqdim berilgan. Va tashkilot demak taqdirida xulosasida demak quyidagi kamchiliklar o'tilgan. Birinchisi,
tadqiqot mavzusiga oid xorijiy davlatlar tajribalarini yanada chuqurroq o'rganish, shuningdek ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va ilmiy adabiyot tahlilini kengaytirish maqsadida muvofiq hisoblanadi. Ikkinchi, dissertatsiya doimiy avtoritetda DJ Phantom Propolis droni yordamida tadqiqot hududida olib borilgan suratga olish monitoring ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Lekin suratga olish ishlari necha metr balandlikda olinganligi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilmagan. Video tadqiqot xulosasida shaxsiy metoda nisbatan ishi mavzuning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga egaligi, ishlab chiqarish davom etilishi, ilmiy maqolalarning chop etilishi, avtorial hamda dissertatsiyaning to'g'ri rasmiylashtirishi, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va infrastruktura vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Demak, raqamli texnologiya asosida faoliyat yerlardan samarali foydalanish uslubiyatini takomillashtirish mavzusidagi 06-04-10 tuzish kadastr va inventariy ixtisosligi bo'yicha soha fanlar doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaymiz va demak asosiy qismlarga tashkil etiladi. Shuningdek, dissertatsiya ishi dissertatsiya aktivatiga demak respublika va xorijiy ilmiy tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim muassasalaridan jami 26 ta ta'qib kelib tushgan. Xorijiy mamlakatlardan 4 ta, respublikamizning turli tashkilot va muassasalardan 22 ta taqriz kelib tushgan. Sizlarga tashkil o'tsam. Birinchi xorijiy taqriz demak Belarus Respublikasi, demak Belarus Davlat qishloq xo'jaligi akademiyasi yer kadastri va huquqi kafedrasi professori, demak qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor B.B. Barabiyor hamda birgalikda hamda shu kafedra dotsenti demak D.A. Droz tomonidan. Ikkinchi xorijiy taqriz Qozoq Seyfulla nomidagi Qozoq agrotexnika tadqiqot universiteti yer usullari va arxitektura demak instituti kadastr kafedrasi demak professori, iqtisod fanlari doktori professor T.A. Sho'rinbayeva tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Bolgariya Respublikasi Plovdiv demak qishloq xo'jaligi universiteti prorektori demak fan doktori professor Dimo Atanasov tomonidan va to'rtinchi xorijiy taqriz demak Nanying informatsion texnologiyalar universiteti demak professori Xitoydan demak professor Li Shou-shin tomonidan ijodiy taqriz berilgan. Mahalliy taqrirga o'tamiz. Birinchisi Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti demak qishloq kadrasi professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori akademik Juraqul Sattorov tomonidan. Keyingi ijodiy taqrir O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi raisi, texnika fanlari doktori akademik A.M. Reimov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Buxoro davlat texnika universiteti professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori I. Islomov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Termiz davlat muhandislik va texnologiya universiteti professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori demak Saydulla Boltayev tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Dono Beklarliklar tadqiqot instituti direktor maslahatchisi, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Sodiqjon Abdurahmonov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Samarqand davlat universiteti ekologiya va hayot xavfsizligi kafedrasi demak professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Sayfa Botiyev tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Qoraqalpog'iston davlat universiteti tabiiy geografiya va gidrometeorologiya kafedrasi professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Olga Sultasheva tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Farg'ona davlat texnika universiteti demak professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Odiljon Ibragimov hamda birgalikda demak qishloq xo'jaligi fanlari O.M. Sulaymonov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Navoiy davlat qonunchilik va texnologiyalar universiteti agromuhandislik va kommunikatsion texnologiyalar fakulteti dekani, texnika fanlari doktori professor Peshe Jo'rayev tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Jizzax davlat texnika instituti qurilish materiallari va konstruksiyalar kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori professor Ozzafarov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz Qarshi davlat texnika universiteti mineratsiya va yer kadastri kafedrasi professori, texnika fanlari doktori professor Nila Avloqulov tomonidan. Keyingi ijodiy taqriz
Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti demak professor, texnika fanlar doktori O'sha Kendiyev tomonidan keyingi ijod taqdim Qoraqalpog'iston davlat universiteti geodeziya kartografiya qabiliyatlar kafedrasi professori, geografiya fanlar doktori F.R. Reynov tomonidan keyingi ijod taqdim Shahzod davlat pedagogika instituti geografiya kafedrasi dotsenti, geografiya fanlar doktori M.A. Fayzullayev tomonidan keyingi ijobiy taqdim Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot geografiya kafedrasi demak professori, geografiya fanlar doktori M.R. Usmonov hamda birgalikda geografiya fanlar falsafa doktorasi Sheyx Boboyev tomonidan keyingi ijobiy taqdim Abdurahmon Berun nomidagi Urganch davlat universiteti geodeziya kartografiya va kadastr kafedrasi professori, geografiya fanlar doktori M.K. Sultonov tomonidan keyingi ijobiy taqdim Farg'ona davlat universiteti demak professori, geografiya fanlar doktori M.R. Shermatov tomonidan keyingi ijobiy taqdim Toshkent davlat agrar universiteti agrokimyo huquqshunoslik kafedrasi professori, geografiya fanlar doktori Jo'rabek Qodirov tomonidan keyingi ijobiy taqdim huquqshunoslik va agrokimyo tadqiqotlar instituti direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari, geografiya fanlar doktori professor Nodirjon Abdurahmonov tomonidan keyingi ijobiy taqdim Andijon qishloq xo'jalik va texnologiya instituti professori doktori A.N. Jo'rayev tomonidan va shuningdek ushbu institutdan professor qishloq xo'jaligi doktori M.R. Baratova tomonidan va oxirgi ijobiy taqdim O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligidan demak biologiya fanlari doktori U. Niyozulbek tomonidan kelib tushgan. Demak mahalliy va xorijiy taqdirlarda hammasi ijobiy, kamchiliklari yo'q, faqat yetakchi taqdirda kamchilik. Marhamat, unda yetakchi tashkilot taqdiri bo'yicha ko'rsatilgan kamchilik yo'l berish uchun talablar berilgan. Marhamat. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti geodeziya kartografiya va kadastr kafedrasi professori, geografiya fanlari doktori Mirmahmudov Erkin Raimjonovichga shu dissertatsiya ishimni o'z vaqtlarini ayamasdan ko'rib berganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Dissertatsiya bo'yicha ular tomonidan bildirilgan taklif va ko'rsatilgan kamchiliklarga quyidagicha javob bermoqchiman. Birinchisiga, dissertatsiya ishida tadqiqot mavzusiga oid xorijiy adabiyotlar keltirilgan, lekin taqdirchi tomonidan yanada ko'proq ilmiy tadqiqot va ilmiy adabiyotlarni keltirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Bu bo'yicha keyingi ilmiy faoliyatimizda ushbu jihatlarga kengroq e'tibor qaratamiz. Ikkinchisiga, DJ Phantom 4 Pro Plus dron yordamida tadqiqot hududida olib borilgan monitoring ishlari 40-60 metr balandlikda suratga olingan. Rahmat. Rahmat. Demak, rasmiy apparatlarni ishga o'tamiz. Hurmatli kengash a'zolari, biz birinchi rasmiy apparatni ko'rsatib o'tirib qahramonga tarafman. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari va tashrif buyurganlar. Ruxsatlaringiz bilan Ultrayurlaha davlat ilmiy loyihalash instituti mutaxassisi Inom Nizamov 2006-2010 yer tuzish kadastr va yer mantiqiy ixtisosligida qishloq xo'jaligi fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish usuliyatini takomillashtirish mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasiga tayyorlangan rasmiy taqris bilan tanishtirsa. Mazkur dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Dunyo davlatlari tajribasida mavjud sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish nafaqat mahalliy, balki global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatlar qishloq xo'jaligi amaliyotida sug'oriladigan yer fondidan foydalanishni tashkil etishda masofadan zo'rlash usullari va sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlarni tatbiq etish orqali belgilangan tadbirlarni amalga oshirishda tezkorlik va ularni ilmiy asoslanganligiga
katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Respublikamizda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish muammosi nafaqat qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, balki suv resurslaridan ham tejamli foydalanish natijasida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va iqlim o'zgarishlariga moslashishda katta muhim ahamiyatga ega. Demak, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishda ilmiy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar asosida global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga erishish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Shuning uchun tanlangan mavzu va uni mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda mazkur dissertatsiya bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri ekanligini e'tirof etamiz. Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga mosligi to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsak, dissertatsiya ishi respublikada fan va texnologiyalarni rivojlantirishning demak 4-chi yo'nalishi bo'yicha axborotlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish, 5-chi yo'nalish ilmiy yo'nalish bo'yicha qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, ekologiya va atrof muhiti muvozanati va 8-chi yo'nalish ilmiy yo'nalishga da belgilangandek yer to'g'risidagi fanlarni ustuvor yo'nalishlariga mos holda ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar tarxiga to'xtaladigan bo'lsak, dissertatsiyada sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etish, qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona va rejali asosda foydalanish, yerdan foydalanish samaradorligini baholash imkoniyatini beruvchi kompleks modelini yaratish va yuritish hamda yer tuzish jarayonini raqamlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar jahondagi qator yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotganini kuzatish mumkin. Muammoni o'rganilganlik darajasi bo'yicha quyidagilarni e'tirof etamiz. Demak, bugungi kunda respublikamizda sug'oriladigan yerlardan foydalanishni samarali tashkil etish, yer tuzish loyihalarini ilmiy asosda ishlab chiqish, yer monitoringini yuritish bo'yicha soha olimlari tomonidan keng ko'lamda tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga so'nggi yillarda irrigatsiya sohalarida yangi ilmiy yondashuvlar shakllanib bormoqda. Lekin bugungi iqlim o'zgarishi, ekologik va demografik muvozanatni barqarorligini sharoitida beqarorligi sharoitida aynan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni samarali tashkil etish muammolari to'liq ilmiy asoslab berilmagan. Demak, mavjud sug'oriladigan yerlarda tatbiq etilayotgan agrotexnik, resurs va texnologik sharoitlardan kelib chiqqan holda ulardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish, hududiy ixtisoslashuv bilan mos holda va amaliy tavsiyalar asosida baholashni ilmiy jihatdan asoslab berish mavzuni dolzarbligidan dalolat beradi. Endi dissertatsiya bajarilgan ilmiy tadqiqot muassasalarining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsak, mazkur dissertatsiya tadqiqoti O'zdaryo davlat ilmiy loyihalar institutini ilmiy tadqiqot ishlari rejasi ya'ni 2023-2025 yillarda amalga oshirilgan loyiha va ko'p maqsadli qishloq xo'jaligi ekin maydonlari bazasini dasturiy ta'minotini yaratish mavzusidagi innovatsion loyiha doirasida bajarganligini e'tirof etamiz. Tadqiqotning asosiy maqsadi respublikamizda sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni samarali tashkil etishning ilmiy va usuliy asoslarini takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalariga quyidagilar kiritilgan. Birinchidan, sug'oriladigan yerlardan foydalanishni tashkil etishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish hamda ularning tizimini tahlil qilish. Ikkinchidan, mavjud ilmiy amaliy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish orqali ularni zamonaviy talablar asosida
takomillashtirishga yo'naltirilganligini asoslash. Uchinchidan, zamonaviy yondashuvlar asosida yer monitoringi yutishni takomillashtirgan mexanizmni ishlab chiqish belgilangan. Navbatdagi vazifa, demak, qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarni raqamli boshqarish jarayonlarini ta'minlovchi vizion dasturiy ta'minotini yaratish, sug'oriladigan yerlardan foydalanishni tashkil etish mexanizmlarini kompleks tatbiq qilish hamda ustuvor yo'nalishlarni aniqlash, yerdan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash uchun matematik va statistik modellar korrelyatsiyasi va regressiya tahlillarini qo'llash belgilangan. Navbatdagi vazifalar, demak, sug'oriladigan yerlardan foydalanishni boshqarishda maqbul qaror qabul qilishni ta'minlovchi bashoratlash modelini yaratish va tajriba sinov ishlarida ishtirok etish. Va oxirgisi, tadqiqot natijalari asosida pilot hudud misolida amaliy qo'llanma, uslubiy tavsiyalar va joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda uni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini asoslash kabi masalalar belgilangan. Tadqiqotning obyekti sifatida Toshkent va Toshkent viloyatlarining qishloq xo'jaligi maqsadlariga mo'ljallangan sug'oriladigan yerlari tanlab olingan. Tadqiqotning predmeti bo'lib, sug'oriladigan yer maydonlaridan foydalanishni tartib etish mexanizmlarini amalga oshirish yo'llari, raqamli texnologiyalar, zamonaviy yer tuzish loyihalarini ishlab chiqish, ularni samaradorligini asoslash, qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanish uslubiyatini takomillashtirish hisoblanadi. Tadqiqot usullari dissertatsiyasida ilmiy mushohada, ilmiy tahlil, dala tadqiqotlari, suratlarni bloklash, hisob konstruktiv loyihalash, siyosiy taqqoslash kabi texnologiyalardan, uslub va texnologiyalar dasturlaridan foydalanganligini kuzatiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat qilib belgilangan. Yangilikka erishilgan. Birinchisi, raqamli texnologiya asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishning 7 ta omili, ya'ni tabiiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, tashkiliy va bozor omillariga bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ikkinchi ilmiy yangilik, sug'oriladigan ekin yerlaridan samarali foydalanishni holatini makon, zamon kesimida aniqlash va dinamik tahlil qilish imkoniyatini beruvchi baholash mexanizmi ishlab chiqilgan. Uchinchi ilmiy yangilik, demak, qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishni boshqarishga asos bo'luvchi ma'lumotlarni raqamli transformatsiyalashni ta'minlovchi vizion dasturiy ta'minoti ishlab chiqilganligi va 80,094,5 gektar yer maydonlarini geoma'lumotlari yagona axborot tizimiga integratsiya qilinishi imkoniyati mavjudligi asoslab, ilmiy jihatdan asoslab berilgan. To'rtinchi ilmiy yangilik, masofadan zondlash ma'lumotlari asosida maqbul yer tuzish loyihalarini ishlab chiqilgan va ular asosida sug'oriladigan ekin yer maydonlarini muhofaza qilish imkoniyati mavjudligi ilmiy asoslab berilgan. Va nihoyat, 5-ilmiy yangilik, tadqiqotlar davomida tajriba sinov hududlar misolida ishlab chiqilgan bashoratlash modeli sug'oriladigan yerlardan foydalanishni boshqarishda qaror qabul qilish samaradorligini oshirish ilmiy asoslab berilgan. Tadqiqotni ilmiy amaliy natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda quyidagilarni e'tirof etish lozim deb hisoblaymiz. Birinchidan, sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona foydalanishni tashkil etishga oid nazariy va amaliy asoslar takomillashtirilgan. Unga asoslangan tavsiyalar pilot xo'jaliklari amaliyotda qo'llanilib, foydalanish tizimini maqbullashtirishni imkoniyatini berganligi qayd etiladi. Keyingisi, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishga to'sqinlik qilayotgan mavjud muammolar kompleks tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish mexanizmlari
ishlab chiqilgan. Keyingisi, sug'oriladigan yerlarni baholash mexanizmi asosida yerdan foydalanishni tashkil etishning innovatsion uslubiyati ishlab chiqilganligi, ushbu yondashuv sug'oriladigan yerlarni funksional va iqtisodiy asosda taqsimlashga imkoniyat berib, amaliyotga samarali integratsiya qilinganligi bilan izohlanadi. Ishlab chiqilgan revizion raqamli boshqaruv tizimini amaliyotga joriy etish natijasida monitoring, kadastr ma'lumotlari, resurslar tahlili va boshqa qarorlarni raqamlashtirish imkoniyati yaratilib, viruslarni boshqarishda raqamli transformatsiya uchun amaliy asos bo'lganligini kuzatildi. Va nihoyat amaliy natijalar tarkibiga, demak, yer tuzish tadbirlariga asoslangan boshqaruv modeli takomillashtirildi. Gaz texnologiyalar bilan uyg'un holda amaliyotga joriy etilganligi natijasida sug'oriladigan yer maydonlarini optimal tashkil etish, funksiyalarga bo'lish va bashorat qilish imkoniyatlarini yaratilganligini e'tirof etamiz. Tadqiqot natijalarini ishonchligi to'g'risida fikr yuritganimizda, demak, tadqiqot natijalarini ishonchligi va aniqligi tizimli tahlil, kartografik, iqtisodiy, matematik modellashtirish, umum qabul qilingan uslubiy qo'llanmalar hamda zamonaviy axborot tizimlari uslublari asosida bajarilganligi, olingan natijalarni ilmiy asoslanganligi, nazariy va amaliy natijalarni bir-biriga mos kelishi, demak, dasturiy ta'minotning amaliyotga joriy etilganligi, qator natijalarni respublika va xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalarda muhokama qilinganligi hamda natijalarni ishlab chiqarishda keng qabul etilganligi bilan izohlanadi. Endi tadqiqot natijalarini ilmiy va amaliy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagilarni e'tirof etish lozim deb hisoblaymiz. Demak, bajarilgan tadqiqot natijalarini ilmiy ahamiyati bugungi kun talablari asosida sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni oqilona tashkil etishning nazariy va uslubiy asoslari tadqiq qilinganligi, zamonaviy yondashuvlar asosida sug'oriladigan yerlar monitoringini yuritish asosida ular maydonlarini kengaytirishga oid ilmiy tavsiyalarni ishlab chiqilganligi, yer tuzish va yer kadastri ishlari yordamida sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanib oqilona tashkil etishga oid ilmiy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, xorijiy tajribalardan foydalangan holda bugungi bozor sharoitlariga mos keluvchi sug'oriladigan yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etish mexanizmlarini takomillashgan uslublarini yaratilishi, maxsus yer tuzish chizmalari va loyihalari asosida sug'oriladigan yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etishga oid maxsus uslublarni ishlab chiqilishi, yer kadastr ma'lumotlarini qo'llangan holda sug'oriladigan ekin yerlaridan foydalanishni oqilona tashkil etish bo'yicha amaliy takliflarni ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Endi tadqiqotning natijalarini joriy qilinganligi 4 banddan iborat holda hujjatlar shakllantirilgan, zarur, demak, tasdiqlovchi davlat organlari tomonidan rasmiylashtirilganligini kuzatamiz. Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, demak, muallif tadqiqot natijalarini har yili o'zidagi loyiha Davlat ilmiy loyihalash institutining ilmiy texnik kengashida ko'rib chiqilganligi va ijobiy baholanganligini e'tirof etamiz. Shuningdek, 4 ta xalqaro va 3 ta mahalliy ilmiy amaliy konferensiyalarda ma'ruza qilinganligini ham e'tirof etamiz. Dissertatsiya ishi institutning ilmiy texnik kengashida ko'rib chiqilganligi va muhokamadan o'tkazilganligi to'g'risidagi hujjatlar, demak, rasmiylashtirilgan. Dissertatsiyaning hajmi to'g'risida, demak, dissertatsiya tarkibiga kirish 5 ta bob, xulosalar, foydalangan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat holda
asosiy hajmi 200 betdan tashkil etgan holatda demak rasmiylashtirilganini ham e'tirof etamiz. Endi bevosita ishni tarkibidagi boblarga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, dissertatsiyaning tug'iladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni tashkil etishning ilmiy va uslubiy asoslari deb nomlangan birinchi bobi, ya'ni 16-53 betlarda sug'oriladigan yerlardan foydalanishning zaruriyati, vazifalari, yerlardan samarali foydalanishga ta'sir etuvchi omillar, xorijiy mamlakatlarda sug'oriladigan yerlardan foydalanish bo'yicha, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil, Xitoy, Rossiya, Qirg'iziston kabi ilg'or tajriba davlatlardagi ilg'or tajribalarni o'rganilganligi e'tirof etiladi. Sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, unga turli tabiiy, texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar ta'sir etishi demak ilmiy uslubiy jihatdan muallif tomonidan asoslab berilgan. Ushbu omillarning har biri samarali boshqaruv va kompleks yondashuvni talab qilish asosida ushbu omillarni to'liq va aniq tatbiq qilish sug'oriladigan yerlarni barqaror va samarali foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ham demak ishda batafsil yoritilgan. Ishni mazkur bobida batafsil yoritilgan. Dissertatsiyaning sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanish bo'yicha mavjud muammolar va ularni tahlil qilish deb nomlangan ikkinchi bobi, ya'ni matn qismini 54-38 betlarni qamrab olgan holda amalga oshirilgan. Bunda sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etishning ilmiy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish zaruriyati, O'zbekistonda sug'oriladigan yerlardan foydalanish tahlili, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etishga oid tadqiqot ishlarining natijalari keltirilgan. Dissertatsiyani raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etishning asosiy yo'nalishlari deb nomlangan uchinchi bobi, ya'ni bu 99-142 betlarni qamrab oladi. Yerlardan samarali foydalanishda klaster tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, davlat verkadastr ma'lumotlari asosida sug'oriladigan yerlardan foydalanishni tashkil etish tizimini tartibga solish, vizion dasturiy ta'minoti orqali sug'oriladigan yer maydonlaridan samarali foydalanishni tashkil etish, yer monitoringi natijalari asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tadqiqotlar natijalari keltirib o'tilgan. Dissertatsiyaning yer turishi asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishni rivojlantirish istiqbollari deb nomlangan bobi, bu 145-164 betlarni bo'yida qamrab olgan. Tuman yer turish chizmalarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etish, sug'oriladigan mintaqalarda o'tkaziladigan xo'jaliklararo yer tuzish, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishda qishloq xo'jaligi korxonalarida o'tkaziladigan ichki yer turishni zaruriyati va o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ishlar demak yoritilgan. Dissertatsiyani sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni tashkil etishning ilmiy uslubiy asoslarini takomillashtirish va yer turishining samaradorligini oshirish deb nomlangan 5-bobi, bu 166-199 betlarni qamrab olgan. Yer turish loyihalarini ishlash uslublarini takomillashtirishning asosiy xususiyatlari hamda yer turish loyihalarini iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik asoslash bo'yicha ishlarni yoritilganligini e'tirof etamiz. Endi tadqiqotchi Behzod Inamovni dissertatsiya ishida erishilgan yuqorida qayd etilgan ilmiy natijalar bilan birgalikda ayrim kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar to'g'risida to'xtalib
o'tamiz. Birinchi bandi, demak, dissertatsiya ishi va avtoreferatida keltirilgan bir qator olimlarning tug'iladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etish bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlari to'g'risida kengroq ma'lumotlar berilganda edi, ishning ahamiyatiga yanada ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lardi deb xulosa beryapmiz. Ikkinchidan, dissertatsiya ishining 76-betidagi 2-15 raqamli jadval ma'lumotlarida viloyat irrigatsiya tizimining texnik ko'rsatkichlari bo'yicha 2022-yil ma'lumotlari keltirilgan bo'lib, ularni 2024-2025 yil ma'lumotlari bilan o'zgartirilganda keltirilgan ma'lumotlarni aniqligi yanada oshgan bo'lar edi. Uchinchisi, dissertatsiya ishining 170-betidagi 531 raqamli rasmni O'zbekiston massivi, ya'ni 172-betdagi 533 rasm Narpay massivi uchun tayyorlangan xaritalarni o'quvchanligini oshirish lozim deb topamiz. To'rtinchidan, tadqiqotning 429-430 rasmlarida yaylov yerlarida yer tuzish loyiha ishlarini amalga oshirishda ilmiy ishlab chiqilgan kartografik natijalarni qishloq xo'jaligida qo'llashga oid aniq misollar va keyslar orqali batafsil ma'lumot berilganda tadqiqotning ahamiyati va aniqligi yanada oshirilishiga xizmat qilgan bo'lar edi. Va nihoyat 5-bandida shularni qayd etdik. Demak, dissertatsiya mavzusidan kelib chiqqan holda fikr yuritilsa, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer toifasidan boshqa 6 ta yer toifalari, davlat zaxira yerlarini hisobga olmaganda, yer toifalarining yer fondlari tarkibidagi sug'oriladigan ekin maydonlaridan foydalanishni tashkil etish masalalari ham o'rganilganda, tadqiqot qamrovi yanada oshgan bo'lar edi degan demak xulosalarga keldik. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiya va uni avtoreferatini mazmunini va mohiyatini pasaytirmaydi degan xulosa bildiryapmiz. Endi navbatdagi bandi, demak, chop etilgan maqolalarning Oliy Attestatsiya komissiyasi talabiga muvofiqligi to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, dissertatsiya mavzusi bo'yicha 28 ta ilmiy ish chop etilgan bo'lib, ulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 18 ta maqolaning chop etilganligi, shundan 14 tasi respublika miqyosidagi va 4 tasi xorijiy ilmiy jurnallarda, shuningdek bitta maqola, demak, dastur maqolalardan tashqari bitta dasturiy ta'minotga guvohnoma va 2 ta uslubiy tavsiyanomani chop etilganligini e'tirof etamiz. Dissertatsiya muallifi tomonidan olingan natijalarni fan va ishlab chiqarishdagi ahamiyati to'g'risida quyidagilarni qayd etishni lozim deb topdik. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati bugungi kun talablari asosida tug'iladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni oqilona tashkil etishning nazariy va uslubiy asoslari tadqiq qilinganligi, zamonaviy yondashuvlar asosida tug'iladigan yerlar monitoringini yuritish asosida ular maydonlarini kengaytirishga oid ilmiy tavsiyalarni ishlab chiqilganligi, yer tuzish va yer kadastr ishlarini yordamida tug'iladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni oqilona tashkil etishga oid ilmiy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Demak, amaliy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, muallif tomonidan xorijiy tajribalardan foydalangan holda bugungi bozor sharoitida mos keluvchi tug'iladigan yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etish mexanizmlarini, takomillashgan uslublarni yaratilishi, maxsus yer tuzish tizmalari va loyihalari asosida
sug'oriladigan yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etishga oid maxsus usullarni ishlab chiqilganligi, yer kadastri ma'lumotlarini qo'llagan holda sug'oriladigan ekin yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etish bo'yicha amaliy tariflarni ishlab chiqilganligi bilan izohlanganligini e'tirof etamiz. Endi haqqimizni talablaridan kelib chiqib quyidagilarni ham e'tirof etishga to'g'ri keladi. Dissertatsiya natijalari va xulosalaridan foydalanishga doir aniq tavsiyalar to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishning ilmiy usulligi asoslarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagilarni e'tirof etamiz. Demak, birinchidan, raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishni tashkil etish nomli uslubiy tavsiyanomani ishlab chiqilganligi, navbatdagisi sug'oriladigan ekin yerlardan foydalanishni oqilona tashkil etishda takomillashtirilgan baholash mexanizmi ishlab chiqilganligi va O'zdaryo davlat ilmiy loyihalar instituti Toshkent va Navoiy viloyatlari hududlari bo'linmasida amaliyotga joriy etilganligi. Uchinchidan, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish imkonini beradigan vizion dasturini ishlab chiqilganligi va O'zdaryo ilmiy loyihalash institutining Toshkent va Navoiy viloyatlari hududiy bo'linmalari amaliyotida joriy etilganligi, masofadan zondlash ma'lumotlari asosida maqbul yer tuzish loyihalarini ishlab chiqilganligi va Navoiy viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi amaliyotida joriy etilganligini va zarur ushbu demak ilmiy tadqiqot natijalarini joriy etilishi bo'yicha zarur bo'lgan hujjatlarni tadqiqotchi tomonidan taqdim etilganligini ham e'tirof etamiz. Ilmiy ishning oliy attestatsiya komissiyasi talabiga javob berishi bo'yicha quyidagilarni e'tirof etamiz. Demak, dissertatsiya ishi va uning avtoreferati yuqori saviyada bajarilgan, ularni tugallangan deb hisoblasa bo'ladi. Chop etilgan ilmiy ishlar ilmiy tadqiqotning butun mazmunini qamrab olganligini ham e'tirof etamiz. Dissertatsiya avtoreferati va ushbu bajarilgan ilmiy tadqiqot ishi oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob berishini ham qayd etamiz. Talabgorning so'ralayotgan ilmiy darajaga loyiqligi to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsak, yuqorida qayd qilingan barcha fikr mulohazalardan xulosa qilish mumkinki, tadqiqotchi Inomov Bekzod Nizomovich 06-01-10 yer tuzish, kadastr va yer monitoringi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman deb, demak, rasmiy taxrizni rasmiylashtirilgan holda topshirilgan. E'tiborlar uchun rahmat. Javob bermoqchisan? Toshkent delegatsiyasi qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida Milliy tadqiqot universiteti texnika fanlari doktori dotsent ustoz Qosimjon Rahmonovga dissertatsiyani o'z vaqtida maymasdan ko'rib chiqqanliklari va berilgan tavsiyalar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Dissertatsiya bo'yicha ular tomonidan bildirilgan takliflar va kamchiliklarga quyidagicha javob bermoqchiman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi, beshinchi kamchilik ko'rsatilgan tavsiyalar, kamchiliklar ko'rib chiqildi. Juda to'g'ri tavsiyalar berilgan va buni albatta kelgusida olib boradigan ilmiy faoliyatlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Boshqarib qo'yaymi? O'shidagi 17 so'z.
Aka qanaqa Qanaqa bu ikkinchi rasmiy atalib doktor professor Rahmatov Qo'rtovchi. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ishtirokchilar. O'zdavr bir loyiha Davlat ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchi Inomov Begzod Nizomovning raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanish usullarini takomillashtirish mavzusidagi 060110 yer tuzish, kadastr va yer monitoringi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari doktor diyeti ilmiy darajadan olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishiga va avtoritaga rasmiy afon sifatida tahlil berganman. Tahlil A talablari darajasida bajarilgan. Agar ijozat bersanglar, men asosiy shu kamchiligiga to'xtalib o'tsam bo'ladimi? Tadqiqot vazir hozirlar ekan dissertatsiya to'g'risida juda batafsil hamma nimalarni ko'rsatib o'tdi. Tadqiqotchi Nizomovning dissertatsiya ishida erishilgan ilmiy natijalar bilan birga ma'lum kamchiliklar va tavsiyalar ko'rsatib o'tilgan, ko'rsatib o'tish lozim deb hisoblayman. Birinchisi, dissertatsiya ishining 25-betida respublika bo'yicha sug'oriladigan ekin yerlari sifatini o'zgarishini bo'yicha bir jadval ko'rsatilgan. Ma'lumotlar diagramma ko'rsatishda ham keltirish tavsiya etiladi. Ikkinchisi, dissertatsiya ishida 429 va 430 rasmlarda ishlab chiqilgan chiqarish obyektlari joylashtirish xaritalari keltirilgan, lekin ularni aniq masshtablari elektron xaritalar keltirilmagan. Uchinchisidan, dissertatsiya ishining tuproq hossalari oid ma'lumotlar o'zining shaxsiy tahlil natijalari shu hududda olib borilgan olimlar ilmiy ishlar bilan solishtirilganda sug'oriladigan yerlar bo'yicha o'tayotgan bajarilayotgan jarayon yanada aniq ifodalangan bo'lar edi. To'rtinchisi, Lent Windsor dasturi ta'minotining texnik arxitekturasi, algoritmlar va funksional imkoniyatlari batafsilroq tavsiflanganda tadqiqotning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiyaning va uning avtoritaga mazmun va mohiyatini pasaytirmaydi, aksincha uning qimmatini oshiradi. Dissertatsiya muallifi tomonidan olingan natijalar fan va ishlab chiqarishdagi ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundan iboratki, bugungi kun talablari hisobga olgan holda sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali va oqilona foydalanishni tashkil etishning nazariy hamda uslubiy asoslari o'rganilgan. Shuningdek, zamonaviy yondashuv asosida sug'oriladigan yerlar monitoringini yuritish orqali ular maydonlarni keltiriladigan doir ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, yer tuzish va yer kadastri ishlari asosida sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarini foydalanish maqbul tashkil etishga qaratilgan ilmiy taklif
va tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati esa xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda bugungi bozor munosabatlari sharoitida mos keladigan, sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan uslubiyatlarni yaratilganligi bilan belgilanadi. Shuningdek, maxsus yer tuzish sxemasi va loyihalarni asosida tug'iladigan yer maydonlarining oqilona foydalanishni tashkil etishga oid maxsus uslublar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari yer kadastr ma'lumotlaridan foydalangan holda sug'oriladigan ekin yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Dissertatsiya natijalarining va xulosalarining foydalanishga doir aniq tavsiyalar. Raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish tashkil etishning ilmiy-huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida raqamli texnologiya asosidagi sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanish tashkil etish nomli huquqiy tavsiyanoma ishlab chiqilgan va Toshkent va Navoiy viloyatlarida qishloq xo'jaligi boshqarmalarida amaliyotga joriy etilgan. Sug'oriladigan ekin yerlardan foydalanish, oqilona tashkil etish, takomillashtirish kengash a'zolari ham shu fikr bo'lsa kerak. Agar nima bo'lsa, kamchiliklarni o'zini man o'zgartiryapman. Oxiri kengash a'zolaridan norozilik so'radim. Dissertatsiya ishining talablariga javob berishi, dissertatsiya ishi va uning avtoriyati yuqori saviyada bajarilgan, ularni tugallanganligi deb baholash bo'ladi. Chop etilgan ilmiy ishlar, ilmiy tadqiqotlarning butun mavzusini qamrab olgan. Umuman ushbu bajarilgan ilmiy tadqiqot talablariga to'liq javob beradi. Tadqiqotchining so'ralayotgan ilmiy darajaga loyiqligi yuqorida qayd etilgan barcha fikr mulohazalar xulosa qilish mumkinki, tadqiqotchi Inomov Bekzod Nizomovning 06-01-10 yer tuzish, kadastr va yer monitoringi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari doktor B.C. ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy apparat Qur'onsoy. PhD'mi, DC'mi? DC Yozilganda PhD ketmaganmi? yo'q. Ha, PhD deganingizga aytyapman-da. DC Rahmat. Marhamat, shu talablarga ko'rsatilgan kamchiliklar bildirdi. Shuhratnoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Qur'ontoyev Rahmatboy ustozga ham dissertatsiyani o'z vaqtlarini ayamasdan so'z berganliklari va bir qancha tavsiyalar berganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Dissertatsiya bo'yicha ular tomonidan bildirilgan birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi takliflar va ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha quyidagicha javob bermoqchiman. Ko'rsatilgan kamchiliklarni qabul qilamiz va kelgusida olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlarimizni albatta inovatga olamiz. Rahmat. Demak, siz uchinchi rasmiy apparat Shannojan Istashevga menimcha nimadan marhamat ilmiy tartibga beriladi. Agar qarshiliklar, e'tirozlar bo'lmasa, kamchiliklarni o'tirish. Marhamat. Nizomning raqamli texnologiyalar asosida sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish huquqiyatini takomillashtirish mavzusidagi 06-01-10 yer tuzish, kadastr va yer monitoringi bo'yicha
qishloq xo'jaligi fanlari doktori ijrosini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi vaqtiga taqriz. Dissertatsiya ishida kamchilik qismida quyidagilar keltirib o'tilgan. Birinchi, dissertatsiya ishining birinchi bobida sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etishga doir xorijiy davlatlar AQSh, Xitoy, Rossiya, Isroil, Qozog'iston tajribalari tahlili keltirilgan. Lekin respublikamizda undan qay tarzda foydalanish mumkinligi yetarlicha yoritilmagan. Ikkinchi, dissertatsiya avtorining 9-10 raqamlarida qishloq xo'jaligining loyiha xaritalari keltirib o'tilgan bo'lib, bu xaritalarning o'quvchanligini oshirish lozim. Uchinchi, dissertatsiyada keltirilgan ayrim jadval va diagrammalarda statistik ma'lumotlarni to'liq ko'rsatib o'tish yoki unga qisqacha izoh berib o'tilganda ishning amaliy ahamiyati yanada oshishiga xizmat qilar edi. To'rtinchi, amaliy natijalar bo'yicha ishlab chiqilgan Land Vision dasturiy ta'minoti yechimlari va amaliy qo'llash jarayoni bo'yicha misollar orqali kengroq ochib berilmagan. Umuman ushbu e'tirof etilgan kamchiliklar tadqiqot ishining umumiy ijobiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Qayta dissertatsiya avtoridagi bajarilgan tadqiqotning to'la mazmunini yoritishga yordam beradi. Yuqorida e'tirof qilingan barcha fikr-mulohazalar asosida umumiy xulosa qilish mumkinki, tadqiqotga yer tuzish kadastr monitoringi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari doktori unvositetini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy Andijon qishloq xo'jaligi va texnologiyalar instituti professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor Anvarjon Asash. Rahmat. Rasmiy aqlga ketgan kamchiliklarga javob berishning uchun talablarga. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor Doktor Anvarjon Asashga ham dissertatsiyani izohlarini ayirmasdan ko'rib chiqqanliklari uchun minnatdorchilik bildiraman va ular tomonidan dissertatsiya bo'yicha bildirilgan takliflar bo'yicha kelgusida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarimizda albatta inobatga olamiz. Rahmat. Hurmatli ustozlar, demak, ilmiy munozaraga o'tsak, marhamat, hamma arizlarni savol javoblar berib o'tdi. Demak, chiqqan holatda ilmiy munozaraga o'tamiz. Bunda qanaqa fikrlar bor? Marhamat, sizga chiqing. Marhamat. Tanlangan mavzu bo'yicha o'zi umuman juda dolzarb. Sababi mana hozir ham qaror loyiha tayyorlanyapti. Yana 1 million gektar yerni qishloq xo'jaligi foydalanish toifasiga kiritish. Bu yerda juda katta resurs masalasi qo'yilyapti. Ekin ekish toifasiga o'tkazish masalasi o'zi oldin ham bor edi. 1.200.000 gektar. Bu yerda 10 yillikda hozir yana 1 million gektar sug'oriladigan yerlar umuman ekin ekish toifasiga o'tkazish masalasi qo'yilyapti. Bu aynan mana shu hozirgi tanlangan mavzuga aynan shu qarorni ijrosiga qaratilgan. Go'yoki o'sha oldindan bilib o'sha qo'yiladigan muammo bu albatta bu hozir qo'yilayotgani yo'q. Oldindan ham o'zi yer masalasi, qishloq xo'jaligi yerlarini oshirish, samaradorligini ko'tarish masalasi oldindan bor, lekin bu bugungi kunning eng dolzarb masalalari. Sababi 20 yillikni tahlil qiladigan bo'lsak, bir kishi boshiga to'g'ri keladigan suvli maydon 16 gektardan 10 gektarga tushib qolgan. Bu demak, yil oshgan sayin, yillar muddat oshgan sayin sug'oriladigan yerlarni qadri shunchalik baland bo'lib boraveradi. Endi bugungi qo'yilgan bugungi hozir olib kelgan o'sha taqdimotda ko'rsatilgan omillarni tahlil qilinishi bu juda katta vaqt ham talab etiladi, juda katta ilm ham talab etiladi. Sababi bu yerda sug'oriladigan yerga ta'sir qiladigan barcha omillar o'zini o'sha modellashtirish tizimi, Land Vision dasturi orqali hamma omillarni o'ziga qamrab olgan va hammasini o'sha modellashtirish jarayonida
o'zini ta'sir doiralarini bir-biri bilan bog'liqligini ko'rsatib bera olgan. Ish haqiqatdan juda muhim, juda bugungi kunni dolzarb masalalardan biri deb bilaman. Endi bezotni o'zini shaxsan mana 25 yil bo'ldi bilaman. Yer geodezik kadastr qo'mitasida u payti o'sha irrigatsiya institutida hali talaba edi. Talabalik davridan boshlab davlat yer geodezik kadastr davlat qo'mitasida ishlab, malakasini oshirib, yer balansi, yer tuzish ishlari umuman mana shu tizimda o'sha davrdan, ya'ni talabalik davridan ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etib boshlagan. Juda katta tajribaga ega. Bu ish men savol berganim, necha yillik ma'lumotlar, 23 yillik ma'lumotlar olgan. Lekin bu institutda 20 yillik, 30 yillik ma'lumotlar bor. O'shalarni o'zini qo'yib ham juda katta o'ylayman, bu kelajakdagi ilmiy ishlarda buni ko'rsatadi. Men shaxsan yoqlab ovoz beraman va qolganlarni ham kengash a'zolarini bunga chaqirib qolaman. Rahmat. Rahmat. Marhamat, yana sizga diskussiya. Bekzod Nizomovичga o'sha PhD, ya'ni o'sha fan nomzodligi dissertatsiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga men rahbar bo'lganman. Birinchi. Albatta shu paytda mana boshlangan juda ko'p yaxshi ishlar, haqiqatan ham mavzu to'g'risida, uning dolzarbligi to'g'risida mana juda ko'p yaxshi gaplar aytildi. Bu haqiqatan ham to'g'ri. Chunki sug'oriladigan yerlardan olinayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari bu boshqa sug'orilmaydigan yerlarga qaraganda necha marta mana katta ekanligini biz yaxshi bilamiz. Shu vaqtlarda mana shu bu olingan, bu yerda hozir olingan natijalar o'sha paytda oldingi dissertatsiya ishlarda boshlangan tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar, dalaga borib, shu Navoiy viloyatida shu yerdan foydalanuvchilar bilan uchrashib, ularni dalalarini ko'rib, haqiqatdan ham holatni aniqlangan ma'lumotlar mana ba'zan mana shu asosiy bir qismi bu yerdan keltirilgan. Bundan tashqari mana yer tuzish to'g'risida, yer tuzish loyihalari to'g'risida juda yaxshi mana loyihalar qilingan. Xo'jaliklararo yer tuzish loyihasi, ya'ni yer ajratish bo'yicha o'sha korxonalarga, ichki xo'jalik yer tuzish loyihalari juda paxta g'allachilik, bog'dorchilik xo'jaliklarini mana shu namunalar keltirilganligi albatta ishni juda ham haqiqiy natijadorligini oshirgan va bu yerda yetarli mana shu avtoritet bilan tanishib juda nima qildim, juda yaxshi yozilgan bu haligi redaktorning nuqtai nazaridan ham juda tushunarli qilib yozilgan. Umuman haqiqatdan ham Bekzod Nizomovich katta tajribaga ega, mana 25 yillik tajribaga ega. Buni oldin o'qitganda bakalavriaturadan o'zimiz o'qitganmiz. Mana bakalavriatura, magistraturada o'zimiz o'qitganmiz. Biz yaxshi shogirdimiz. Shuning uchun men bu ishni to'liq qo'llab-quvvatlayman va sizlarni shu qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat ustoz, sizdan tabriklayman. Marhamat. Haqiqatan ham sug'oriladigan yerlarimizni har doim kuzatib bormizni, ahvol judayam yomonlashgan. Birinchi asrni boshlardan boshlab yerda bo'layotgan o'zgarishlar, demak, asosan tabiiy jihatdan ham, antropogen jihatdan ham judayam katta o'zgarishlar bor. Shu jumladan sug'oriladigan yerlarimizga. Misol, o'sha 90-yil yoki 80-yil yillarda oladigan bo'lsak, 25 million aholi bo'lganimizda ham 4.3 edi. Hozir ham 38 bo'lsak, 4.3. Endi ular foydalanish nihoyatda yerga bo'lgan talab oshib ketdi, aholi ko'paydi. Yerdan foydalanishni ham biz o'ziga xos yondashuvlar bo'lyapti. Judayam bir ijobiy tomonlar shunday bo'lyaptiki, masalan, biz hozir sug'oriladigan maydonlarda bitta hosil olsak, hozir 2 ga olyapmiz. Yaqinda 3 ga o'tamiz.
majbur bo'lyapmiz bunga. Lekin shu bilan birga judayam ko'p muammolar kelib chiqyapti. Bu o'sha yerdan foydalanish va uni holatini monitoring qilib borish kerak bo'lyapti-da. Endi nima uchun kerak bo'lgan monitoring? Biz juda ko'p narsani oldindan bilishimiz kerak edi. Agar biz orqada qolib ketadigan bo'lsak, o'zgarishlardan bu yechimini topolmay qolamiz. Birdaniga shunday bir yechimini bo'lmaydigan holatga kelib qolishi ham mumkin-da. Masalan, sho'rlarni ko'tarish shunday jarayon. Yoki suvga chiqargan ko'tarish shunday jarayon. Yoki sezon suvlarda bo'ladigan o'zgarishlar ko'tarish shunday jarayon. Yoki mana shamol, orolni qurishi. Endi bu tashqi tomondan bo'ladi. Ichki tomonda bundan ham muammosi ko'p-da. Oziq moddalarni ta'minoti qanchalik shiddat bilan kamayib ketayotganligi, yo bo'lmasa to'proq strukturasi yo'qolib ketayotganligi, yo bo'lmasa mikroorganizmlarni keskin o'zgarib ketayotganligi, bularni hammasi mana shu to'prog'imizda bo'ladigan jarayonlar. Bezovta qiladigan ishi bu oldin judayam bir hatto qora mehnat bilan qo'l bilan bajaradigan ishlarni avtomatik tizimga o'tkazish bo'yicha va tezlashtirish jarayonlarini tezroq aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan. Texnologik fanlarni o'sha raqamlashtirish, yoki dronlar orqali tezlik bilan ma'lumot olib, uni baholash va hokazo ishlar. Endi bu ishlar bizda respublikamizda to'g'rilayotganda oxirgi 4-5 yildan beri tezlashtirildi. Ham talab oshib boryapti, ham o'sha dunyodagi bor yutuqlarni bizdan foydalanishimiz kerak bo'lyapti. Shu bilan birga, demak, o'sha gaz texnologiyalar hammaga birga xizmat qilgan bo'lsa, lekin buni dasturiy ta'minot ham kerak bo'lyapti. Ona dastur ta'minotga bezor ishlab chiqqan, bundan oldinlari bularda yaxshi talablar bor. Dasturlashtirish ta'minotini o'zimizga moslab qilyapti-da. Har bitta ishda ikkita dasturlar o'z o'rnini topib kelyapti. Bular hozirgi demak shunday xulosa chiqarish mumkinki, judayam salmoqli natijalar bera boshlaydi. Masalan, mana bitta dronni misol keltirdi. Dron demak uchganda shu o'simliklar holatini biladi. Qaysi o'simlik qanday o'syapti? Ularni suvga muhtojligi, yoki o'g'itga muhtojligi, yoki ishlab berishga muhtojligi, yoki kasalliklari, yoki boshqasi. Biz buni endi boshlang'ich bosh qismida turibmiz-da. Hali o'rtasiga ham yaqinlashganimiz yo'q hisobimizda. Endi o'sha biroz bajarmay shuni tushundimki, agar biz dronlar orqali shu narsalarni uzluksiz bajaradigan bo'lsak, juda ko'p ishlarimiz osonroq ko'chadi. Yana bitta tomoni bo'lyaptiki, masalan, Navoiy o'tgan tadqiqotlari 5 gektardan tosh oladi. 5 gektar yaylov yer, o'sha yerda. Bir-biriga ma'lumot topshirsak, 5 gektardan yaylov yerdan qancha daromad olish mumkin? Tosh qilib sotayotgan qancha daromad olyapmiz? Qancha odam ishli bo'lyapti? Qancha odam demak nima deydi, oilasini tebrayapti. Yo'q bo'lsa fosforit bilan 150 gektar ajratilgan deysizmi? 150 gektardan oladigan o'zi bu respublikaning sportni 30% fosforni ta'minlab beradi. Buni qancha bor? Mana shundan yer ichiga kirishim bir ijobiy tomonlari shuni boshlab beryapti. Endi shu bilan birga masalan mana Toshkent viloyatida yer juda yaxshi. Yerda o'zi xos suv ta'minoti ham bor, to'qroq o'nligi ham bor, boshqasi ham bor. Shu yerda qanaqa judayam yuqori darajada samarali foydalanishimiz kerak. Bular haqida hozir dastlabki ma'lumotlar beryapti. Ma'lumotlarga bular hali judayam davom etadi. Bular shogirdlar bilan nisbiy taqqoslash va baholash yana kengroq, yana chuqurroq boradi. Bu dissertatsiyaning ham ilmiy, ham amaliy ahamiyati ochib berildi.
Genelde işlerimizde doğal gelen taksi verir. Rütbetlerden buna böyle. Öz yaxşı bir bu işler. Yeni yetkazı bir iş yaşayamasın. Bu halı şunu erişme. Kızın hemen çabuk bu yaşta kötü yani. Çünkü biz genel bir bakım mahkemelerimiz bir an diploma olsa yapılan gerçekten hizmetlerden iyi bir bulur. Hazırlarla manşafet bir dönem teşkil edilmiş gerekli. Bu üstünlüklerinde uygulanın kalsın ve ahmiyeti tasarım. Rahmat. Marhamat, yana kimda qanaqa texnik bor? Sizga chiquvchilar. Hurmatli kengash a'zolari, men ikki og'iz fikr bildirmoqchiman. Bugun tan olishimiz kerak, mana Iflos universitetiga ham xorijiy vakillar keladi. Shulardan oxirgi Koreyadan tashrif buyurgan yoki bo'lmasa Xitoydan tashrif buyurgan juda ko'plab olimlar bilan suhbatlashganimizda aynan O'zbekistonda mana shu tovarlardan yerlardan foydalanish kayfiyati judayam yuqori emasligini ular ham aytib o'tyapti. Chunki buni tan olishimiz kerak. Bizda juda ko'p imkoniyatlar bor. Ana shu imkoniyatlarni hammasini ishga sololganimiz yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mavjud yer maydonlarini ham hali ilmiy yondashuv asosida to'liq demak ishga tushirolganimiz yo'q. Kimdadir demak ilmiy yondashuv yoki ilmiy savodxonligi yuqori bo'lsa, viloyatlarimizda ayrim hali fermer xo'jaligimiz bo'ladimi, tomorqa xo'jaliklaridan hali ham demak bu borada savodxonlikni oshirishimiz kerak. Buning uchun albatta mana shunaqa ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishimiz kerak, tushuntirish ishlarini amalga oshirishimiz kerak va bugungi zamon talabidan kelib chiqqan holatda eng asosiysi zamonga mos ravishda mana shu yangi texnologiyani qo'llash kerak. Mana shu axborot texnologiyalari asrida deyapmiz. Buni hammasini raqamlashtirishga o'tish, hamma jarayon hozir soha demak raqamlashtirishga o'tilyapti. Shu nuqtai nazardan bu ish ham ijobiy baholash mumkin. Men ham bezovta ishni qo'llab-quvvatlayman va albatta keyingi ishlarga muvaffaqiyat. Men o'ylaymanki, hali bu ishlar davomli bo'ladi, shogirdlar bilan degan umiddaman. So'zga chiquvchilar yo'qmi? Demak, bizlarni bo'ladi degan taklif tushdi. Demak, ushbu taklifdan kelib chiqqan holatda munozarani tugatamiz va bevosita ish bajarilgan tashkilot rasmiy opponentlar sizga chiquvchilar xulosalarida bitta narsa alohida e'tirof etilyapti, ya'ni Inom Bekzod Nizomovga fan doktori, ya'ni litsey ilmiy darajasini berish taklifi tushyapti. Nizom bo'yicha demak Inom Bekzod Nizomovga fan doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Yashirin ovoz berish jarayonini tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha hisob komissiyasi tarkibini tuzib olishimiz kerak. Marhamat, kimda qanaqa takliflar bor? Demak, 3 kishidan iborat bo'lsin degan taklif tushyapti. Marhamat, munosabat bildirishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, komissiya tarkibi bo'yicha kimda qanaqa fikrlar bor? Usmon aka ham bugun passiv bo'ldi. Usmon aka Norqulov qo'ysak, Said va Munisafani qo'ysak, Bundan shuni qilamiz. Reyim tutdimi? Demak, Zoomdan ham bir kishi ishtirok etish kerak. Nesbiyog'a Reyimovni Zoom orqali ovoz berishda, demak, hisob komissiyasini mana shu 3 kishidan iborat deb belgilasak, bu tarkib bo'yicha kimda qanaqa fikrlar bor? Rozilar? Rozimiz. Qarshi betaraflar yo'q. Demak, hisob komissiyasi ishga kirishishi mumkin. 5 minutlik tanaffus. Demak, davom etamiz.
Soğuk gene. Tezleştirmesek. Ben konuşamıyorum. Yaş gitmiyor. Giderden çok olacağımızda çok gider yok abi. Ben onu Yatağında. ha, hazırlık bunu geçiyor. Yok sana. Adam takip şartı kuşarım ya. Yaş geldiğinden sonra az benim olmadı. Yoğunluk için basket çıkıyor. Yukarıdan var mı? Spesifik hazır. Yok ki. Halbuki var da Ali hem kemem. Ersal falan rahmetler. Ya yurtlar abi tamam da bırak ya. Sahara orada. Ben çıkayamadım. Yaşım sırada. Anlamıştım. Ya ben hangi zamanda söyledim. Bu arama. İşte gidip söyleyeyim. Ben o kadar ne yapıyorum? Oldu. İyi de Maalesef yapıyorum. Ben İspanyolca yapıyorum. Ben de doktor avukat mesleği. Bak, Ben bir de doktor doktorum. Hani azap oluyorum. İspanyolca keşke bir bakın bundan da yok. Agrar. 12 saat mesleği. 11 saat doktorum. Şimdi fotoğraf aradan okuyayım böyle 20-30 dakika Ben ben doktor doktorlar onları tuttum. böyle ki Pakistan doğru. Çok kanal. Tabii doğru. Bana borçlu. Bunu küçüğe doğru gelir mi şimdi? Ya bu ağırlıklar benim için. Ama bu işte bana nasıl bakılır. Yok ya, çıkardı. Ha, şimdi onu. Bunun için ne var? İşte bu aktarma çıkıp kötü oranımızı yürüyle ki. Aynen. Bu aktarma. Bir bakın.
Hurmatli a'zolar, rahmat. Bilasizlar, a'zolar tez O'zimi Ahmad marhamat sovuq bo'ldi. Marhamat. Buni so'z. Komissiya Majlisining bayonnomasi. Bu yil 2027 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengashning 12 dan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kiritilmagan. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 11 nafar fan doktori ishtirok etdi. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 12 kishi, shu jumladan 4 kishi onlayn tarzda ishtirok etdi. Ovoz berish jarayonida 12 kishi ishtirok etdi. 8 ta byulleten ovoz berildi. Bitta byulleten tarqatilmay qoldi. Fuqchada 12 ta byulleten borligi aniqlandi. Komissiya ovoz berish natijalariga ko'ra, demak, komissiya Inom Feruzat Nizomovich qishloq xo'jaligi fanlari doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 12 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Norqulov, komissiya a'zolari Saidova Rayina. Rahmat. Marhamat, hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasi bayonnomasini tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar, qarshi, betaraflar. Demak, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli ishtirokchilar, yashirin ovoz berish natijalariga asosan Inom Feruzat Nizomovichga fan doktori, ya'ni DSE ilmiy darajasini berilishi masalasi tasdiqlanganligi bilan tabriklaymiz. Feruzatjon, sizga, rahbaringizga, sabdoshlaringizga, umuman yaqinlaringizga tabriklaymiz va ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Demak, hurmatli kengash a'zolari, Toshkent davlat agrar institutidagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi DSE 08/2025-27/12 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengashning qarori bilan tanishtirib o'taman. Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi, demak, yuqorida keltirib o'tilgan raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengash bugungi rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra Inom Feruzat Nizomovichga 06/01/10 yer tuzish, kadastr va yer monitoringi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari doktori ilmiy darajasini berish uchun qaror qabul qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasida kengash qarorini tasdiqlab berishi so'raladi. Qaror hammaga tushunarlimi? Rahmat. Keyingi nimaga o'tsak, demak, dissertatsiya ishi yuzasidan tuzilgan kengash xulosasi loyihasi hammada bo'lsa kerak. Marhamat, fikr bildirishni so'rayman. Asosli boshqa bo'ladimi? Demak, asos qilib olindi degan taklif tushdi, marhamat tasdiqlab berishni so'rayman. Xo'sh, yozma tarzda kimda takliflar bo'ladigan bo'lsa, demak, berish mumkin. Xo'sh, keyin bevosita dissertatsiyaning texnik belgilariga o'tsak. Marhamat, birinchi dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Bir belgilari. Ma'qulmi? Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2 Uchinchi, dissertatsiya natijalarining qiymati.
To'rtinchi, dissertatsiya mavzusining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. To'rtinchi, hammaga ma'qul. Beshinchi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan ayni miqyosda foydalaniladi. Ma'qulmi? Beshinchi, ma'qul. 6. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalari keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. Marhamat, tahlilchilar ko'rib chiqdik. Ma'qullashlaringizni ko'raman. Qarshilar, betaraflar. Demak, men o'ylaymanki, hammasini ko'rib chiqdik. Dissertatsiya bo'yicha belgilangan reglament asosida hammasini ko'rib chiqdik va yakunlovchi so'zni qarorgohdan eshitdik. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ustozlar, kengash a'zolari. Avvalambor fursatdan foydalanib ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Garchi ular yerda bo'lmasa-da, dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, mana shunday bir darajaga yetishlarida ularni mehnatlari juda katta. Rahmat aytmoqchiman onamga, otamga, ruhlari shod bo'lsin. Qolaversa, ilmiy kengash raisiga, ustozlarga, kotibga rahmat aytaman. Hech marta borsam, biron marta bir masala bo'lmasdan qo'llaridan kelgancha bir yordam qilib, yo'l yo'riq ko'rsatganliklari uchun. Qolaversa, ustozlarimiz mana Habibboyev, Usmonqul aka Norqulov, Rahmonov Qosimjon aka, Qur'ontoyev, Bobojonov ustozlarga, mana Munisa opaga ham katta rahmat aytaman. Doim nima maslahatlari bo'lsa beradilar. Mana Zoomdan ishtirok etyaptilar, Rayimov ustozga rahmat aytaman. Shuningdek, alohida aytmoqchimanki, mana Zoomdan ustozimiz Abdushukur Hamidovich qatnashyaptilar. Mana Maqsud Ismoilovich, Ruhiddin Amorqulovich o'zlari bosh bo'lib, mana shu O'zdaryo loyiha institutida yaqindagina mana 2018-yil mana shu ustozlarni yig'ib doktorantura bo'limi ochishdi. Mana shu birinchilardan bo'lib mana shu 2019-yil tayanch doktoranturaga kirib, ilm qilib mana shu ustozlarni izidan keldik. Mana shu ustozlarni mehnati sabab bugungi kunda 100 ga yaqin doktorantlar O'zdaryo loyiha institutida ilmiy ish olib boryapti. Mana orqada ko'rib turibmiz, ko'zdan quvonaydi ustozlar. Mana shular hammasi bugungi kunda bir katta yordamlari bilan, yaratib bergan sharoitlari bilan hammasi ilm qilyapti. Buning uchun ilmiy maslahatchim Ruhiddin Amorqulovga ham katta rahmat aytaman. Bu yerda hech qanday bir mana bu mani shogirdim, bu mani shogirdim emas demaydilar. Hammaga barobar deb qo'llaridan kelgancha yordam beradilar. Hattoki mana shu korxonani moddiy texnika bazasi, dron bo'ladimi, yo ishlab chiqarish ob'ektiga chiqishimiz kerak bo'ladimi, qo'llaridan kelgancha o'zlari bosh qosh bo'lib yordam beradilar. Buning uchun ilmiy maslahatchim texnika fanlar doktori professor Ruhiddin Amorqulovga minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar, ustozlar, hammangizlar doimo mana shunday shogirdlarning ardog'ida bo'linglar, charchamanglar. Ochig'i Xudoyimga shukur qilaman, shunday bir ustozlarga ergashtirgani uchun, ro'baro qilgani uchun, shunday bir ustozlarni etagidan tutganimiz uchun juda xursand bo'laman. Minnatdorchilik bildiraman. Doim sizlarga hurmatdaman, ta'zimdaman. Rahmat ustozlar. Rahmat. Demak, umuman yana bir bor ana shu kengash a'zolari nomidan sizni bugungi yutuq bilan va ilmiy rahbariyatingizni, yakunlaringizni tabriklayman. Albatta, Xudo xohlasa bu hozir kengash tomonidan berilgan qarorni olyapti komissiyasini qo'llab-quvvatlab, yaqin kunlarda sizga diplomni ham taqdim etadi degan umiddaman. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Bugungi kun tartibidagi masala menimcha bitta masala edi, yakunlandi. Demak, bugungi kengashni o'tkazish bo'yicha kimda qanaqa fikrlar, e'tirozlar bor? Bo'lmasa, demak, bugungi kun tartibidagi masalalar tugardi. Hammaga yana bir bor rahmat aytmoqchiman va kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomat. Tabriklarga rahmat. Rahmat. Hop, bu sefer
Xonasida bo'laman. Bahor aka. Ha?